Xo'p, guvohnoma. Abdullayev Anvar Ibodovich, O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi madaniyat va san'at fidokori ko'krak nishoni bilan taqdirlanib yillar o'tsa-da mana shu odamzod qilgan mehnat sekin-sekin mevasini beryapti. Mana bugungi kunda vazirligimiz tomonidan ham mana shunaqa ajoyib bir ko'krak ishoniga ega bo'ldilar. Bardavom bo'lsin, umringiz uzun bo'lsin. Tabriklayman. Qahramonchilikni olqishlab qo'yasizlar.